Ana endi biz kundalik turmushimizda faol foydalanadigan buyumlarning hammasini sifati atayin pasaytirilishini bir tasavvur qilib ko'ring. Masalan, biz ofisimizga olgan cho'g'lanma lampa taxminan 1000 soat xizmat qiladi deb kafolat berilgan. Holbuki bu turdagi lampalar 20-asr boshlarida 2000 soatgacha xizmat qilgan. Bu raqamlarni pasayib borishiga 1924-yilda lampa ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng taniqli kompaniyalar Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Osram, Associated Electric rahbarlari tomonidan o'tkazilgan yashirin uchrashuvni sabab qilib ko'rsatish mumkin. Jenevada o'tkazilgan ushbu yig'ilishda ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'rtasida o'zaro shartnomalar imzolanadi. Lekin bu uchrashuvdan asosiy maqsad lampalar sotuv hajmi tushib ketishini oldini olish edi. Chunki birgina lampa ishlab chiqaruvchi kompaniya Osram 1923-yilda 63 million dona lampa sotgan bo'lsa, 1924-yilda bu ko'rsatkich 28 millionga tushib ketgan. Hamma muammo lampalarni uzoq muddat xizmat qilishida edi. Uchrashuv ishtirokchilari bir ovozdan lampalar sifatini tushirish taklifini qo'llab-quvvatlashadi va shu kundan boshlab cho'g'lanma lampalarning xizmat qilish muddati 1000 soat deb belgilanadi. O'sha kuni kompaniyalar o'zlari ustidan nazorat qiluvchi Febus karteliga asos solishadi. Kartel vazifasi qaysidir kompaniya 1000 soatdan ko'p ishlaydigan lampalar ishlab chiqarsa, uni jarimaga tortishdan iborat edi. Kaliforniyaning Livermore shahridagi o't o'chirish stansiyalaridan birida o'rnatilgan cho'g'lanma lampa bir asrdan beri o'chmasdan xizmat qilib kelmoqda. Buning sababi u Febus karteli tashkil topishidan oldin 1901-yilda qo'l mehnati bilan tayyorlangan.